6 ay bo'ldi. Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'z Zavaid namlı kitabının 8. tomu. Bugün anlayacağınızlar cennet bilen xush bisharat berilgan 10 sahabenin qilganlari. Tirmizining sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Kimki ziminda menib yurgan shiyatni ko'rishni xolasa, Talha ibn Ubaydullah qarasin. Tirmizining Hasan rivoyatida Zubayr ibn Awam radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Uhud g'azoti kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uchisida 2 soat bor edi. Payg'ambar alayhissalom bir parcha qiya toshning ustiga chiqmoqchi bo'ldi-yu, chiqolmadi. Talha darhol egilib turib bergan edi. Payg'ambar alayhissalom uning dumisiga dasab turib, toshning ustiga chiqib oldi. Bu asnoda payg'ambar alayhissalomning Talhaga jannat vojib bo'ldi deganini angladim. İmam Buxoriyning 3724-numaralı hadisida Qays ibn Abu Azimdan mundaq rivoyat qilinadi. Talha radhiyallohu anhuning Uhud g'azotida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dash yo'lida zaxmlangan qo'lining palish bo'lib qolganligini ko'rdim. İmam Buxoriyning 3723-numaralı hadisida Abu Osman mundaq degan: Uhud kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida turib, dushmanga qarshi urush qilgan kundan bugungacha Talha bilan Saiddan boshqalari o'lib tugadi. Tirmizining Hasan ve sahih rivoyatida Talha radhiyallohu anhu mundaq deydi: Sahabeler nadan Arabidin birga payg'ambar alayhissalomdan Sura Ahzab 23-oyatda tilga olingan ahdini amalga oshirganlar to'g'riliq so'rab baqqan deyishdi. Sahabeler payg'ambar alayhissalomga bo'lgan hurmati yuzidan savol so'rashdan ayminatdi. Arabi kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o savolni so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom uningdan yuzini o'rib oldi. Yana so'ragan edi, yuzini yana o'rib oldi. Şu esnada men masjidning eshigini qaragan edim, uchamda yeşil to'n bor edi. Payg'ambar alayhissalom meni ko'rib, bayatini savol so'ragan odam qani deb so'ragan edi. Arabi "Mana men" dedi. Payg'ambar alayhissalom meni ko'rsatib turib, "Mana bu ahdini amalga oshirganlardandir" dedi. Tabranining Al-Kabirdagi sanadi Hasan rivoyatida Qabisa ibn Jabir mundaq degan: Men Talha radhiyallohu anhudan boshqa birining so'ramagan odamga ko'plab pul mol berganini ko'rib boqmadim. Uning oilasilar doim mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Talhani saxovatchi deb ataydi. İmam Buxoriyning 4113-numaralı hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ahzab urushida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim menga dushmanning ahvolidan ma'lumot olib keladi deb so'ragan edi. Zubayr "Men" dedi. Payg'ambar alayhissalom yana kim menga dushmanning ahvolidan ma'lumot olib keladi deb so'ragan edi. Yana Zubayr "Men" dedi. Payg'ambar alayhissalom 3-chi qatim kim menga dushmanning ahvolidan ma'lumot olib keladi deb so'ragan edi. Zubayrmi 3-chi qatim "Men" dedi. Şunun bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir payg'ambarning xos yordamchisi bo'ladi. Mening yordamchim Zubayrdir dedi. İmam Buxoriyning 3720-numaralı hadisida Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ahzab g'azotida Umar ibn Abu Salama ikkimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari qarash qoldirib qo'yildik. Bir chaqda dadam Zubayrning ot chaptirganicha Bani Qurayzaga bir necha qatim berib kelganligini ko'rdim. U qaytib kelgandan keyin "Ey ota, sening Bani Qurayzaga berib kelib yurganligini ko'rdim-ku" degan edim. Dadam "Ey o'g'lim, meni Rasululloh ko'rdingmi?" deb so'radi. Men "Ha" degan edim. U mundaq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim Bani Qurayzaga berib ahvolni o'qib keldi degan edi. Men berib o'qib keldim. Qaytib kelgandan keyin payg'ambar alayhissalom nihoyat mamnun bo'lganligi uchun ota-onasini tilga olib turib, "Ota-onam senga fido bo'lsin" dedi. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Hisham ibn Urvadan rivoyat qilinadi-ki, Zubayr radhiyallohu anhu tugi voqeasi yuz bergan kuni o'g'li Abdullohga vasiyat qilib mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga urush qilish jarayonida jarohatlanmagan bir a'zoyim qolmadi. Hatto Sakirimmo jarohatlandi.
İmam Buxariyning 3717 numurluq hadisida Mervan ibn Akamdan mundaq rivoyat qilinadi. Hijriyaning 31-yili burun qanash kesili tarqaldi. Osman radhiyallohu anhu bu kasal giribtar bo'lib, haj yo'ldan qilib qoldi va o'lib ketishidan ansirab vasiyatmi qilib ulgurdi. Uning qishig'i Quraysh bir odam kelib, "Ey Osman, o'rningga birini tayinlab qo'ygin" dedi. Osman radhiyallohu anhu hammaylar mushundaq o'ylamdi deb so'ragan edi. U odam "Ha" deb javob berdi. Osman radhiyallohu anhu undaqda kimni tayinlab beraman deb so'ragan edi. Uningdan untin chiqmadi. Arqadan yana bir kishi, "Mencha u Haris ibn Akam bo'lishi mumkin" yuqorqidek dedi va umi Osmanning oxirgi savoliga javob bera olmadi. Osman radhiyallohu anhu uningga "Haqiqatan Zubayrni deydigansizlar" deb so'ragan edi. U shundoq dedi. Shuning bilan Osman radhiyallohu anhu "Jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, mening bilishimcha Zubayr bu ummatning eng xayrlikidir. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni bakma yaxshi ko'radi" dedi. İmam Buxariyning 3975-numurluq hadisida Urva otasi Zubayr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yarmuk jangida sahabelar Zubayrga "Sen hujum qilsang, bizmi orqangda hujum qilsak" dedi. Zubayr "Men hujum qilaman, lekin sizlar so'zingizda turmaysizlar" dedi. Ular "So'zimiz cho'qim turmiz" deb turib oldi. Shuning bilan Zubayr Rum askarlari qarab etildi va dushman sepini bo'sib ariq tarafga o'tib ketdi. Darvaqa hech kim uning orqasidan mangmadi. Zubayr keyinga burilib, yana dushman sepiga etilib kirdi. Bu qatim dushmanlar ulug'uning chulvurini tutib olib, Zubayrni bo'yni bilan mevasining orliqqa ikki zarba urib o'tdi. Zubayr Badr kuni dal shu yerga bir zarba yegan edi. Men kichik chog'larimda shu yerlardan qolgan tatiqlarga barmoqlarimni tiqib o'ynaytdim. Yarmuk jangida dadam Zubayr Amdil 10 yoshga kirgan akam Abdullohni o'zi bilan birga olib olgan bo'lib, uni otga mindirib bir odamning qo'liga topshirgan edi. İmam Buxariyning 3974-numurluq hadisida Urvadan mundaq rivoyat qilinadi. Akam Abdullah ibn Zubayr o'ltirilgan chaqda Abdul Malik ibn Marwan menga "Ey Urva, Zubayrning qilishini tanimsan" deb so'radi. Men "Ha" desam, u "Qandoq belgisi bor" dedi. Men Badr g'azotida bisi uçib ketgan dedim. U "Rost aytding" dedi va "Qilishlarining bislari uçib ketgan lashkarlar bilan elishib" degan she'rni o'qidi. Ondan u qilishni menga qaytarib berdi. Urvaning o'g'li Hisham mundaq degan: "U qilishni 3000 dirham baholadik. Uni aramizdan biraylan oldi. Men u qilishni men olsam bo'pti ekan" deb bakmi arzu qilib ketdim. Tabaranining Al-Kabirdagi raviylari ishonchli hadisida Yahya ibn Bukayr mundaq degan: Zubayr radhiyallohu anhu Hijriyaning 36-yili Jumadiyal avvalning 1 yoki 2-kuni, ya'ni tuga vaqasi kuni shahid qilindi. U 8 yoshida musulmon bo'lgan bo'lib, Abu Abdullah degan kunya bilan ataladi. Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makka turgan muddati 13 yil deb hisoblasak, Zubayr 57 yoshida vafot bo'lgan bo'ladi. Agar payg'ambar alayhissalom Makka 10 yil turgan bo'lsa, undaqda Zubayr 54 yoshida vafot bo'lgan bo'ladi. İmam Buxariyning 4059-numurluq hadisida Ali radhiyallohu anhudan bundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar alayhissalomning Said ibn Malikdan boshqa biriga "Ota-onam sang pido bo'lsin" deganini anglab boqmadim. Uhud kuni payg'ambar alayhissalom to'xtamay "Ey Said otqin, ota-onam sang pido bo'lsin" degan edi. İmam Buxariyning 3858-numurluq hadisida Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu bundaq deydi: Men musulmon bo'lgan kunga qadar hech kim musulmon bo'lmagan edi. Men musulmon bo'lib 7 kungacha musulmon bo'lganlarning 3-chisi bo'lib turdim. Tirmizining sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan bundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltiratdim. Said radhiyallohu anhu kirib kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom "Mana bu mening ona taraf tog'am bo'ladi. Kimning buningdek tog'asi bo'lsa, men ko'rsatsin" dedi. Said ibn Abu Waqqas Zuhra jamoatidan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning onasimi shu jamoatdan edi. İmam Muslimning 1748-numurluq hadisida Musab ibn Saiddan rivoyat qilinadiki, Sa'd mundaq degan: "Mening haqqimda bir qancha oyat nozil bo'ldi. Men iymon etgandan keyin onam mening islomdan yanmasam, o'zining hech nima yemaydigan, ichmaydiganligini va men gap so'z qilmaydiganligini aytib qasam ichdi.
U manga, sen Allah'ның ata-anaga yaxşılık qilishga tavsiya qilganligini aytib o'tatding. Men sening anang bo'lsibdim bilan seni dindan yeniq buyuraman deb turibdi. Men islomdan yanmag'achqa u 3 kecha kunduzgacha yemay ichmay o'shidan ketdi. Anamning Umara deydigan bolasi suv ichkizgan edi. Anam o'shiga kelib menga beddua qilishga boshladi. Shuning bilan Alloh taolo buni oyatlarini nozil qildi. Agar ata-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni uning ziyon yetmaydigan asta-asta yaxshilik qilgan, menga taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytsizlar, sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'azotda nurg'un g'animat oldi. U g'animatlarning orasida bir qilich bor edi. Uni qo'limga olib payg'ambar alayhissalomning oldiga bordim va "Ey Rasululloh, buni menga bergin, sen mening ahvolimni bilasan" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Uni nerdan olgan bo'lsang, shu yerga olib qo'ygin" dedi. Qilishni joyiga qo'yib qo'yilgan vaqtda nafsim meni ustin kelib payg'ambar alayhissalomning yanına qaytib bordim va "Ey Rasululloh, buni menga bergin" dedim. Payg'ambar alayhissalom oldin qatimqidimmo qattiq talaffuzda "Uni joyiga olib qo'ygin" dedi. Ko'p o'tmay Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Ey Muhammad, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Alloh va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay, ittifoq bo'lib, aranglarni tuzinglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Alloh va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Keyin kasal tartib yetib qoldim. Payg'ambar alayhissalomni chaqirtgan edim, meni yo'qlab keldi. Uningga "Meni o'z meylingni qo'yib bergin, meylimni sadiq qilib o'tay" dedim. U unimidi. Ondan "Undaqda yerimni sadiq qilay" dedim. Yana unimidi. Undaqda 3dan 1ni sadiq qilay degan edim, unchiqmadi. Shuning bilan molning 3dan 1ni sadiq qilish joiz bo'ldi. Bir kuni Ansari va mujohidlardan bir to'p odamning yoniga borgan edim. Ular "Kel, seni taom va sharab bilan mehmon qilayli" deydi. Bu aroq harom qilinishdan burun edi. Ular bilan birga bordim. Qarasam, kavab qilingan tugining beshi bilan bir ko'mzik aroq turibdi. Go'shtdan to'yg'idek yeb, aroqdan qonidek ichgandan keyin aramizda muhojir va ansarlar to'g'riliq talash-tarish boshlandi. Men muhojirlar ansarlarni yaxshi degan edim. Birsi tugining yemak so'nkidan bir parcha oldi va bosh ko'zimga urib, burnimni yerib etdi. Darhol payg'ambar alayhissalomning oldiga berib, uning ustidan shikoyat qildim. Dal shu chog'da Alloh taolo: "Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal silish shaytonning ishi, paskinqiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar" degan oyatni nozil qildi. İmam Buxariyning 755-numurlik hadisida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Kufa xalqi Said ustidan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga shikoyat qilgan edi. Umar uni amalidan elib o'rniga Ammarni qo'ydi. Ishning jarayoni mundaq edi. Kufa xalqi Saidning ustidan bir qator ishlarni shikoyat qilib, shu qatorda namozni yaxshi o'qib bermaydiganligini aytishdi. Umar odam avatib uni chaqirtib keldi va "Ey Abu Ishoq, Kufaliklar sening namozni yaxshi o'qib bermaydiganligini aytishyotadi-ku" deb so'ragan edi. Abu Ishoq: "Allohning nomi bilan qasamki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga qanday o'ytgan bo'lsa, men shunday qildim. Masalan, xubtan namozining oldingi ish kerakini uzun, keyingi ish kerakini qisqa qilib o'qib berdim" dedi. Umar: "Demak, ular ustingdan yomon gumon qilibdi-da" dedi. Va haqiqiy ahvolni egallab kelish uchun bir qancha kishini Saidga qo'shib Kufaga yo'lladi. Ular Kufadagi masjidlarning hammasiga bir-birlab kelib, Said to'g'riliq so'ravdi, hammasi uning yaxshi gapini qildi. Oxirida Bani Abbasning masjidiga kirgan edi. Usama ibn Qatada ismli Abu Said deb matlatdi. Bir odam: "Madamiki Alloh taolaning nomini tilga so'radinglar, men sizlarga haqiqiy ahvolni aytay. Said qo'shin bilan birga urushga chiqmaydi, g'animatni tang taqsim qilmaydi, adil hukm chiqarmaydi" dedi. Buni anglagan Said: "Allohning nomi bilan qasamki, mushu aytganlaring uchun seni 3 duo bilan qag'ayman. Ey Alloh, agar bu mendan o'zini ko'rsatib qo'yish va riyo qilish maqsadida yolg'on gap qilgan bo'lsa, umrini uzun qilib, piqirliq va fitnaga mubtalo qilgan" dedi. Darvaqa u odamning umri uzun bo'ldi va fitna qoldi. Uningdan sabab so'ralganda, "Men Saidning qarg'ishi qolgan odamman" deb javob berdi. Ravi Abdulmalik ibn Umayr mundaq degan: "Men u odamning qirliqdan 2 qashi, 2 ko'ziga sangalab qolgan turuqliq, yo'ldan o'tgan qizlarga qash yetib o'ltirganligini ko'rgan edim.
Tirmizining sahih rivoyatida Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Alloh, Said duo qilsa, uning duosini ijobat qilgin" deb duo qilgan. Tirmizining sahih rivoyatida Qaysdan rivoyat qilinadiki, u Said ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan: "Men Alloh yo'lida tunç o'q atgan arab bo'laman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan g'azotga chiqqandik. Purchoq upurumqidan boshqa yegidek narsamiz bo'lmag'achqa, cho'ng ta'timiz xuddi tuga yoki qo'y mayqidek qattiq va quruq keladi. Mana endi Bani Asad qabilasidagilar mening diyonatimni ayblayotidi. Agar ularning so'ziga kiradigan bo'lsam, yo'ldan ezib butunlay tugishiman." İmam Muslimning 2410-yillik hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kechasi uxlay olmadi va "Kashki sahobalarimdan solih biri kelib meni qo'rg'on bo'lsa" dedi. Birdamdan keyin qurolning shirqlagan ovozini angladik. Payg'ambar alayhissalom "Kimsan?" deb baqirgan edi. U "Men Said ibn Abu Waqqas bo'laman" deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom "Nima uchun kelding?" deb so'radi. U "O'z ko'nglimda Allohning payg'ambaridan ansirash hissi tug'ildi-da, berib uni qo'g'day deb keldim" dedi. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning duo qildi. Ondan xotirjam holda uyquga ketdi. İmam Buxoriyning 3867-yillik hadisida Qaysdan undaq rivoyat qilinadi: "Men Said ibn Zayd radhiyallohu anhuning Kufa masjidida mundaq deganligini anglagan edim. Hazrat Ömer musulmon bo'lishdan burun singlisi bilan ikkimizni musulmon bo'lganligimiz uchun bog'lab qo'ygan edi. Sizlarning Osmon qilganinglarga Uhud tog'i o'lib tushsimi haqliqdir." Tabronining İmam Tirmizining Hasan rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga: "Sizlarning mendan keyingi turmush ahvolinglar meni bakma o'ylantiradi. Eng savrchan kishilarla sizlarning holinglardan xabar olib turadi" deydi. Keyin Aisha radhiyallohu anha Abdurrahman ibn Avfning o'g'li Abu Salamaga: "Alloh dadangni salsabil jannatidan sug'org'ay" dedi. Chunki Abdurrahman bir big'ini payg'ambar alayhissalomning ayollari uchun vaqf qilayotgan bo'lib, bu bog' keyin 40 ming dirhamga sotilgan edi. Tirmizining sanadi Hasan rivoyatida Abu Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Abdurrahman ibn Avf mu'minlarning onalariga, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayollariga vaqf qilayotgan bog' 400 ming dirhamga sotilgan. İmam Buxoriyning 3744-yillik hadisida Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har bir ummatning bir omonatdor kishisi bo'ladi. Ey ummatim, mening omonatdor kishi, bizning omonatdor kishimiz Abu Ubayda ibn Jarrohdir." İmam Muslimning 2419-yillik hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Yaman ahli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib, bizga sunnat va islomni o'qitadigan bir odamni qo'shib avatgin degan edi. Payg'ambar alayhissalom Abu Ubaydaning qo'lini tutib turib, "Bu mush ummatning omonatdor odamidir" dedi. İmam Buxoriyning 4380-yillik hadisida Uzayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Necran qabilasining vakillaridan Aqib bilan Said ikkisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan la'natlashish maqsadi keldi. Biri yana biriga: "Undaq qilmayli, Allohning nomi bilan qasamki, agar u rasululloh payg'ambar bo'lib qolsa va biz uning bilan la'nat aytishsak, ham biz, ham bizning keyingi avlodlarimiz nijot topolmaydi" dedi. Shuning bilan ular musulmon bo'lmay to'lan berishga so'lay tuzib qaytish oldida: "Biz sana talab qilgan narsalaringni beramiz, lekin sen biz bilan amin bir odam avatgan, u cho'qim eng ishonchli bo'lsin" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlarga eng amin va eng ishonchli birini avataman" dedi. Buni anglagan sahobalar payg'ambar alayhissalomning o'zlarini tanlash uchun bo'ylarini so'zib qarashga boshladi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Ubayda ibn Jarroh, o'rningdan turgin" dedi. U o'rnidan turgandan keyin payg'ambar alayhissalom: "Mana bu ummatimning ishidagi eng amonatdor odamdir" dedi. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Ez qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Hozir o'qiydiganimiz Abbas, Ja'far, Hasan va Husayn radhiyallohu anhumlarning fazilatlari. Tirmizining Hasan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abbasqa: "Ey tog'a, dushanba kuni saharda balongni elib qishimga kelgin, men sana va balongga foydali duo qilib qo'yay" dedi. Dushanba kuni saharda uning yoniga bordik. Bizga kiyim berdi. Ondan: "Ey Alloh, Abbas va bolasining oshkora va yoshirin barliq gunohlarini mag'firat qilgan, ularning mag'firat qilinmagan hech bir gunohi qolmasin. Ey Alloh, uni bolalarining baxti uchun quvdigin" deb duo qildi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Men Ja'farning jannatda farishtalar bilan parvoz qilayotganligini ko'rdim." İmam Buxoriyning 3708-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: "Kishilar Abu Hurayra nimancha ko'p hadis rivoyat qildigando deyshidi. Men qo'rsqimni to'yg'izish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayrilmaydim. Hatto xamir tamqi tepib yeyolmaydim. Isil kiyim kiyolmaydim. Ne qul, ne dede xizmatimni qilib boqmadi. Ochliqdan qo'rsqimni tashdan olgan vaqtlarim bo'ladi. Birersining meni uyiga opirib tomoq berishini umid qilgan holda, uningdan biror oyat o'tib qo'yishini talab qilardim. Amaliyotda men o oyatni bilardim. Miskinlarga eng ko'p xayr ihson qildigani Ja'far ibn Abu Talib edi. U bizni uyga opirib, nima topsa shuni yegizatdi. Hatto ba'zida ichi quruq yog' tulumini elib chiqatdi. Uni yirtib, bulung pushqoqlarda qolgan yog'larni yalovlatdik. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Chiroyli oyoqlarni kiyish, isil tugiga minish va sarxil egar jabduq ishiltish jihatda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qilsalar Ja'farga yetadigan yo'q edi. İmam Buxoriyning 4264-numaralı hadisida Amirdan mundaq rivoyat qilinadi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma Ja'far radhiyallohu anhuning o'g'liga "Assalomu alaykum ey qo'shqanotliqning o'g'li" deb salom qiladi. Tirmizining sahih rivoyatida Bara radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan bilan Husaynni ko'rib: "Ey Alloh, men bu ikkisini yaxshi ko'raman, sen ularni yaxshi ko'rgin" deb duo qildi. İmam Muslimning 2421-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan sirq chiqdim. Yo'lda men gap qilmadi. Men uningga og'iz ochmadim. Shu mangancha Qaynuqa bozoriga yetib bordik. Ondan burilib Fatimaning uyiga bordi va "Balam bormi? Balam bormi?" yana Hasan demoqchi deb so'radi. Qarasak onasi uni yuyib, bo'yniga xushbiroq tugini esayotgan ekan. Uzoq o'tmay Hasan chiqib keldi va Payg'ambar alayhissalom bilan quchoqlashib ko'rishdi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, men Hasanni yaxshi ko'raman, sen ham Hasanni ham uni yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'rgin" deb duo qildi. Abu Davudning sahih rivoyatida Xolid radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Miqdam ibn Ma'di Karib, Amir ibn Asvad va Qinnasrinning Asad jamoatidan bir kishi Muaviyaning yoniga keldi. Muaviya Miqdamga: "Hasan ibn Alining o'lib ketganligini bildingmi?" deb so'ragan edi. Miqdam: "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohning elkidimiz, yana Allohning dargohiga qaytamiz" dedi. Muaviya: "Sen buni musibat deb qaramsan" degan edi. Miqdam: "Men nima uchun musibat deb qaramodakman? Payg'ambar alayhissalomning uni quchqiga olib, bu Hasan mendan, Husayn Alidan degan tursa" dedi. Heliq Asad jamoatlik odam: "U degan Alloh o'chirgan o't" degan edi. Miqdam uningga: "Men sening ichingni siqib, sana sen demaydi, sen yomon ko'radigan gaplarni anglatmoqcha o'rnimdan midirlamayman" dedi. Ondan Muaviyaga: "Ey Muaviya, men rost gap qilsam meni tasdiqlagan, yolg'on gap qilsam rad qilgan bo'lamdi" degan edi. Muaviya: "Bo'ladi" dedi. Miqdam:
Senden Allah'ın namı bilen soraymanki, Peygamber aleyhisselamның altın buyumlarını işiltishdan tosqanligini bilmemsen deb so'radi. Muaviya anlagan edim dedi. Senden Allah'ın namı bilen soraymanki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning ipek giyishdan tosqanligini bilmemsen, bilaman. Senden Allah'ın namı bilen yana soraymanki, yirtqich ayvallarning terilaridan kiyim kiyish va ularni asli qo'yib o'ltirishdan cheklanganligini bilmemsen, uni bilaman. Ey Muaviye, Allah'ın namı bilen qasamki bularning hammasini sening o'yingda ko'rdim. Muaviye, men sendan qutulolmaydiganligini bilgan edim dedi va Miqdamga boshqa ikkisi qilgandan jiqroq in'om qilgandan sirat o'g'lig'imi 200 dirham ayrim berdi. Miqdam o'ziga hech nima elib qolmay, hammani amrohlarga bo'lib beribdi. Asad jamoatlik odam bo'lsa, hech kimga bir narsa bermadi. Muaviye buningdan xabar tepib, Miqdam sehiy odam bo'lg'achqa qo'lini ochiq tutdi. Lekin Asadlik odam piqsiq, bir kimga bir narsa berishga ko'z qiymaydigan biridir, dedi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Ya'la ibn Murra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Husayn mendan, men Husayndan. Kim Husaynni yaxshi ko'rsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Husayn yaxshilikda butun bir ummatga barobardir." Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Hasan bilan Husayn ahli jannat yoshlarining sardorlaridir. Tirmiziyning sahih rivoyatida Abdurrahman ibn Abu Nu'imdan mundaq rivoyat qilinadi. Iroq ahlidan biri Ibn Umar radhiyallohu anhumadan ihromda turib, pashi o'ltirgan kishining hukmini so'ragan edi. Ibn Umar: "Ma odam qaranglar. Bular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Hasan bilan Husayn dunyolikda xush hidini buraydigan rayhon gullarimdir deb atgan nevralarini o'ltirib o'tib, endi pashining qini to'g'risida hukm so'rayotidi" dedi. İmam Buxariyning 3753 numaralı hadisida Ibn Abu Nu'imdan mundaq rivoyat qilinadi. Iroqliklar Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan ihrom bog'lagan kishi chivin o'ltirsa qandoq bo'ladi deb so'ragan edi. Abdullah: Iroqliklar o'z vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu ikkisi, ya'ni Hasan bilan Husayn demakchi, dunyodagi rayhonlarim deb atagan nevralarini o'ltirib o'tib, amdilikda chivin o'ltirishning hukmini so'rayotgan nimasi dedi. İmam Muslimning 2905 numaralı hadisida kelishicha, sizlar cho'ng gunohlarni ko'p qilib turib, kichik gunohlarning hukmini to'g'riliq ko'p so'raysizlar degan. Nasaining sahih rivoyatida Abdullah ibn Shaddad dadasidan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuftan namozlarining birida Hasan yoki Husaynni ko'rib chiqdi va uni mihrobga qo'yib, quloq qaqib namozga turdi. Sajdada shundoq uzun turdiki, ta'xir qila olmay beshimni ko'tarib qarasam, dumbisida bir kichik bola o'tiribdi. Shuning bilan sajdaga qaytdim. Namozdan keyin jamoat: "Ey Rasululloh, bak uzun sajda qilding-ku, biz bir ish bo'lganmidi yoki vahiy nozil qilinganmi deb o'yladik" deyishgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, aytganlaringlarning hech biri yuz bermadi. Balki sajda qilib bu balam, ya'ni navram ustimga minib oldi. Shunga u o'zi tushib ketkicha beshimni sajdadan ko'tarishni xohlamadim" deb javob berdi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Burayda radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlayotdi. Hasan, Husayn ikkisi qizil ko'ylak kiygan holda yiqilib qupib kirib keldi. Buni ko'rgan Payg'ambar alayhissalom munbardan tushib, u ikkisini ko'tarib munbarga olib chiqib, oldida qo'yib mundaq dedi: "Alloh mol va bola chaqalaringlar sizlar uchun fitna, imtihon va sinoqdir" deb to'g'ri aytdi. Bu ikkisining yiqilib qupib kirayotganligini ko'rib, o'zimni tutolmadim va so'zimni to'xtatib, ularni bu yerga olib chiqdim. Tirmiziyning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Men Ibn Ziyadning yanida turatdim. Husaynning beshi keltirildi. U qo'lidagi assi bilan Husaynning burnini yengil noqib turib, hayotimda bundaq chiroyli burun ko'rib boqmadim dedi. Menmi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng o'xshaydigan Husayn edi dedim. Tirmiziyning sanadi sahih rivoyatida Umara ibn Umayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Ubaydullah ibn Ziyad va amrohlarining beshi keltirilib, masjidning senasiga qo'yildi.
Ularning yanıga verip duruşumga kişiler keldi deyişdi. Qarasam bir ilan u başlarını aralap berip Ubeydullahning burniga kirib ketdi ve birden turgandan keyin qaytib chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Kişiler yana 2-3 qatim keldi deyişdi. Darvaqa yılan uning burniga 2-3 qatim kirib chiqdi. Tabranining Al-Kabir'dagi raviylar ishonchlik rivoyatida Zubayr ibn Bakkardan mundaq rivoyat qilinadi. Hüseyin ibn Ali radhiyallahu anhuma Hijrining 4-yili Şaban ayida tug'ilgan bo'lib, 61-yili Muharramning 10-kuni Juma kunida o'ldirilgan. Uni Sinan ibn Anas Naxai o'ldirdi. Xavli ibn Yazid Asbahi uning kallasini ilib, Ubaydullah ibn Ziyadning oldiga ilib bordi. Shuning bilan Sinan ibn Anas bunu she'rni o'qidi. Bizigin özəngemni altın və gümüş bilən, çünki mən öldürdüm taxtırvallıq şahzadini, ümmetinin ən azıldır onun ata-anası. Tabaranining Al-Kabir'dagi raviylari ishonchli rivoyatida Lays ibn Said'dan mundaq rivoyat qilinadi. Hüseyin ibn Ali radhiyallahu anhuma asir bo'lishga unumg'achqa uzun urush boshlanib, Hazreti Hüseyin o'g'illari va amrahlari Taf degan joyda o'ldirildi. Texi amdi balog'at ketgan o'g'li Ali bilan qizlari Fatima va Sakina asirga elinib, Ibn Ziyadga ilib berildi. Ibn Ziyad ularni Yazidga avatdi. Yazid Sakinani dadasining va boshqalarning kallalarini ko'rib qolmaslik uchun taxtining keyinda turishga buyurdi. Alining put-qo'llariga zanjir solingan edi. Hazrat Hüseyinning beshi Yazidning oldiga qo'yilganda, Yazid Hüseyinning udulshiga urib turib, do'st birodarlarimizmi gar qilsa osiylik, rahim qilmasdan judo qilamiz din kallasini degan she'rni o'qidi. Buni anglagan Ali ibn Hüseyin yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchirgan musibatlar biz ularni yaratishdan burun Lavhul Mahfuzga yozilgan bu ish so'biksizki Allohga osondir degan oyatni o'qiganda Yazid uningga sizlarga, ya'ni jininglar yoki meninglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar degan oyat bilan javob berdi. Ali ibn Hüseyin payg'ambar alayhissalom bizni bu holatda ko'rgan bo'lsa, zanjir kishini darhol yashkizayotgan bo'ladi degan edi. Yazid to'g'ri aytding dedi va ularni yeshibdi. Ali yana payg'ambar alayhissalomdan yiroq turib qolsak, bizni o'ziga yaqinlashtiradi degan edi. Yazid to'g'ri aytding dedi va ularni o'ziga yaqinlashtirdi. Fatima bilan Sakina ikkisi dadasining kallasini ko'rish uchun bo'ylarini so'zib qarashdi. Yazidmi ularni to'siqtirishdi. Ondan ularni obdan jabdib Madinaga yo'l silib qo'ydi. Tabranining Al-Kabir'dagi sanadi asan rivoyatida Sha'bi mundaq degan. Tushimda qo'llarida nayz tutgan bir to'p kishining osmondan tushib, Hüseyinning qotillarini izlaganliklarini ko'rdim. Uzun o'tmay muxtar kelib, ularni qotillarini o'ldirdi. Tabaranining raviyleri sahih hadisining raviyleri bo'lgan rivoyatida Ibn Shihab mundaq degan. Hüseyin radhiyallohu anhu o'ldirilgan kuni Shamda qandaq bir tosh ko'tarilsa, tegidan Hüseyin radhiyallohu anhuning qini chiqqan edi. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Hozir o'qiydiganimiz Said ibn Harisa va uning o'g'li Osama, Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Mas'ud va Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhumlarning fazilati.
Tirmizining Hasan rivoyatida Zeydning bir tuqquni Jabala ibn Harisa radhiyallohu anhu mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, "Ey Rasululloh, qarindishim Zeydni men bilan ketkili qo'y" degan edim. Payg'ambar alayhissalom u ana o'zi xolis elib ketgan, men to'samayman dedi. Berib Zeydga aytgan edim, u payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men seni hech kimga tan qilmayman" dedi. Keyincha uning fikrining menikidan to'g'ri ekanligini bilib yetdim. İmam Buxariyning 3730-numurluq hadisida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Usama ibn Zayd qo'mondonligida bir rota askar avatdi. Lekin ba'zilar Zaydning qo'mondonligiga norozi bo'lib, so'z yoshaq qilishga boshlagan edi. Buningdan xabar topgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Anglashimcha Usamaning qo'mondon bo'lganligiga norozi bo'libsizlar. Sizlar uning otasining qo'mondon bo'lishiga norozi bo'lgan edinglar. Allohning nomiga bilan qasamki, uning otasi haqiqatan qo'mondon bo'lishga layoqatli edi va mening eng suyimli kishilarimdan biri edi. Usama xuddi otasidek mening eng suyimli kishilarimdandir." Tirmizining Hasan rivoyatida Muhammad ibn Usamadan rivoyat qilinadiki, uning dadasi mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sakratga tushganda, qo'l ostimdagi qo'shinni boshlab Madinaga qaytib keldim va payg'ambar alayhissalomning yoniga kirdim. Gap qilishdan qilgan edi. Qo'lini ustimga qo'yib, ondan ko'tardi. Uning menga duo qilayotganligini tushundim. Ibn Majahning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Usama ishikning bo'sog'isida telib ketib, yuzi yerilib ketdi va qon oqishga boshladi. Uni ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga uning yuzini surtib etgan dedi. Men qondan seskanib uning yaqin bora olmadim. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ziga yaqinlab keldi va yuziga qonni sumirib sirq tükirdi. Ondan agar Usama qiz bo'lib qolgan bo'lsa, men uni chiroyli qasondirib qo'yatdim, hatto yatiq bo'lganimni bal xirojini ko'targan bo'latdim dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Usamaning burnini tozalamoqchi bo'lgan edi, men qilay dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Aisha, uning kuyungan, chunki men uning amroq" dedi. İmam Buxariyning 3734-numurluq hadisida Abdullah ibn Dinardan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma masjidning chetida kiyimini so'rgan beti aylanib yurgan birini ko'rib qolib, "Qarab baqinglar, kimken u? Mening oldimga kelgan bo'lsa, uning gap qilib qo'yatdim" dedi. Bir odam uningga: "Ey Abu Abdurrahman, u kishini tanimamsan? U Osamaning o'g'li Muhammad emasmi?" dedi. Ibn Ömer beshini sangaltib qo'li bilan yerini jidi. Ondan agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oyat bo'lgan bo'lsa, uni cho'qim yaxshi ko'rgan bo'ladi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Alidan mundaq rivoyat qilinadi. Ammar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib ijozat so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yaxshilarning yaxshisiga ijozat beringlar" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ammarga: "Ey Ammar, sen xush bisharat, seni zolim firq o'ltirdi" degan. İmam Buxariyning 2812-numurluq hadisida Ikrimadan mundaq rivoyat qilinadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma o'g'li Ali bilan menga: "Ikkinglar Abu Saidning yoniga berib, uningdan hadis anglab kelinglar" dedi. Barsoq, u qirinishi bilan billa bir boqqa suv boshlayotgan ekan. U yaktiga urinib, ikki qo'li bilan ikki tizini qamallab o'ltirib, bizga hadis so'zlab berishga boshladi va payg'ambarimizning masjidining qurilishini tilga olib mundaq dedi: "Biz keshakni birdan ko'tarsak, Ammar ikkidan ko'taratdi." Ammarni ko'rgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning beshik chang to'zanini qiqib turib, "Bichar Ammar, uni to'polonchilar o'ltiribdi. Ammar ularni jannatga chaqirib tursa, ular uni do'zaxga chaqirdi" degan edi. Tirmizining sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ammar qachoniki ikki ishdan birini tanlashga duch kelsa, cho'qim eng to'g'risini tanlab keldi." Nasoiyning sahih rivoyatida bir sahobadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ammarning butkul vujudi iymon bilan to'lgan.
İmam Buxariyning 3762 numaralı rivoyatida Abdurrahman ibn Yaziddan mundaq rivoyat qilinadi. Huzayfa radhiyallohu anhudan taqq turqi va yurish turishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng o'xshaydigan birini ko'rsatib qo'ysang, ilmini uningdan o'rgangan bo'lsaq degan edim. U taqq turqi va yurish turishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga abidning o'g'lidimi, ya'ni Abdullah ibn Mas'uddan bakrak o'xshaydigan birini bilmayman deb javob berdi. İmam Buxariyning 3763 numaralı hadisida Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Qarindishim ikkimiz Yamandan Madinaga ko'chib kelgan edik. Xeyli bir zamonlargacha Abdullah ibn Mas'ud bilan uning onasini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilasine o'xshaydi deb yuribdik. Chunki ular har kuni payg'ambar alayhissalomning uyiga bemalol kirib chiqib yuratdi. İmam Muslimning 2461 numaralı hadisida Abu Aswad Ahvasdan mundaq rivoyat qilinadi. Men Abu Musa bilan Abu Mas'udni ko'rdim. Ibn Mas'ud o'lib ketganda, u ikkisidan biri yana biriga, "Acaba u o'ziga o'xshash birini qoldirib ketganmidi?" deb so'ragan edi. Yana biri, "To'g'ri aytding, bizga payg'ambar alayhissalomning yoniga kirish uchun ijozat berilmagan bilan uningga berilatdi. Biz yo'q chog'lardami u hamisha payg'ambar alayhissalomning huzurida bo'ladi" dedi. İbn Majahning sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Abu Bakr bilan Umar ikkisi uningga payg'ambar alayhissalomning kim Qur'onni nozil qilingan peti o'qishni xolasa, Abdullah ibn Mas'udning qiroatida o'qisin degan muborak so'zni yetkazgan. İmam Muslimning 2461 numaralı hadisida Abdullah ibn Samitdan rivoyat qilinadi-ki, Abu Zar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Anam va qarindishim Unays bilan aram qilingan oyning o'limidan saqlangan qavmimiz G'afardan yenib chiqib, bir tog'imizning yoniga bordik. Tog'imiz bizni nihoyat obdan kutib, izzat ikrom qildi. Lekin qavmi bizdan hasad qilib tog'amga: "Sen sirtqa chiqib ketganda Unays ayolingning yoniga kirib chiqyotidi" debdi. Tağam öyüp kelip ularning so'zlarini ig'izdan chiqarib qo'ydi. Men, "Ey tog'a, bizga qilgan barliq yaxshiligingni yo'qqa chiqarding" dedim. Shuning bilan uloqlarimizni tayyorlab, yuk taqillarimizni ortib yo'lga chiqdik. Tog'imiz yuzini kiyimiga yo'gab, orqamizdan o'rkilib yig'lig'iga chiqib qoldi. Shu mangancha Makkaga yaqin bir yerga berib tushdik. Unays boshqalar bilan qo'shiq aytish uchun barliq tugimizni do'q tikdi va ular bilan bir koinning yoniga ketdi. Unays qo'shoqda ularni yengib olg'achqa, bizning tugillarimizning bir barobarida tugi bilan qaytib keldi. Men payg'ambar alayhissalom bilan yuz ko'rishishdan 3 yil burunla namoz o'qish boshlagan edim. Ravi mundaq deydi: Men uningdan kim uchun o'qiyotding deb so'ragan edim. U Alloh uchun dedi. Nega iznatding deb so'rasam, Alloh qayoqqa yuzlandirsa shu tarafga qarab o'qiyotdim. Xubdan namozni o'qib bo'lib, ertasi kun tiklanguncha xuddi ichi quruq tag'ardek uxlab ketatdim dedim. Abu Zarning so'zi mundaq davomlashadi: Qarindishim Unays, mening Makkada ishim bor, narsa keraklarimga ko'z quloq bo'lib qo'ygan deb qo'yib ketdi va xil uzunni qaytib keldi. Uningdan bu chaqcha nima ish qilding deb so'ragan edim. U Makkada sening diningga e'tiqod qilgan bir odamni uchratdim. U o'zini Alloh avatgan payg'ambar deb ataydi ekan dedi. Men xalq uning qanday qaraydi ekan deb so'ragan edim. U xalq uni shoir, kahin va she'rgar deb qaraydi ekan. Men kahinlarning so'zini ko'p anglaganman. Uning so'zlari kahinlarnikiga faqat o'xshamaydi. Unays xilli itilgan shoir edi. She'r vanlargimi selib baxtim, lekin u so'zlarni she'r deshga qat'iy tilim bormidi? Allohning nomi bilan qasamki, u rostchil, xalq yolg'on ishkan dedi. Buni anglab, menmi berib ahvol egallab kelay, sen mening naslarimga ko'z quloq bo'lib turgan dedim va Makkaga kirib, ojizroq bir kishini tepib, sizlar ozg'un deb qaraydigan u odam qayerda deb so'radim. U odam, demak, senmi ozg'un ekansan deb vaqirashga boshladi. Shuning bilan atrofdagi xalq yig'ilib kelib, qo'liga chiqqan chalim kezak bilan bosh ko'zimni yerib aylantirib o'tdi. O'shimga kelganimda bosh ko'zim va kiyim-kechimning qoniga bo'yalganligini ko'rdim. O'rnimdan turib, Zamzamning yoniga bordim va usti beshimdagi qonni yuvgandan keyin suvdan qoniq ichdim. Ey qarindishimning o'g'li, 32 kunduzgacha Zamzam suyidan boshqa taom yo'q qoldi, yashadim. Suv ichib shundoq semirib ketdimki, qo'rsqim ko'pib etilib ketay deb qolgan edi. Faqatla ochlik his qilmaydim. Bir ayning kechisi Ka'bada 2 ayoldan boshqa tavaf qiladigan hech kim yo'q edi. Qarg'udek bo'lsam, u 2 ayol Isof bilan Noilaga duo qilib Ular mening yonimga kelganda, men ularni nikohlab qo'ysanglar bo'lmamdi dedim.
Lekin ular so'zingni parvo qilmay duosini almashtirdi. Bir kimdan keyin yanımga yana kelgan edi. Men ular o'tmig'ili o'xshaydi ekan dedim. İkkisi g'azablanib, erlarimiz bu yerda bo'lgan bo'lsa, ko'rgulkingni ko'ratding deyishgunicha o'ylariga qaytdi. Yo'lda ularga yuqoridan Ka'ba qarab kelayotgan payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr uchrashib qoldi. Payg'ambar alayhissalom "Nim bo'ldinglar?" deb so'radi. Ular Ka'ba yo'piqining ichiga bir dinsiz kiribdi deyishdi. U sizlarga nima dedi deb so'ragan edi. Ig'ziq alıqsiz gaplarni qildi deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr kelib, Hajr Aswadni silgandan keyin Ka'bani tavaf qildi. Ondan namoz o'qidi. Namozni o'qib bo'lishig'la musulmonlarning salom bilan "Assalomu alaykum ey Rasululloh" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Va alaykum assalom va rahmatullohi. Kim bo'lasan?" dedi. "G'ifar qabilasidan bo'laman" dedim. Payg'ambar alayhissalom buni anglab qo'lini peshonasiga qo'ydi. Mening G'ifar qabilasidan ekanligimni yoqtirmagandek turardi. Uning qo'lidan tutmoqchi bo'lgan edim. Abu Bakr meni to'sib oldi. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomni mendan yaxshi bilardi. Payg'ambar alayhissalom beshini ko'tarib, "Sen qachondan beri bu yerda?" deb so'radi. "30 kun bo'ldi" dedim. "Kim sana taom berdi?" "Zamzamdan boshqa narsa ichmadim. Suvni ichib yurib, tulumdek semrib ketdim. Qo'rsqim ko'p etib ketay dedi. Ketay deb qoldi." "Zamzam barakatli suv, qo'rsaqni to'xtatadi." Abu Bakr so'z qildi. "Ey Rasululloh, agar ijozat bersang, bu kecha buning taom bersam" dedi. Payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr ikkisi sirtqa mangdi. Men ularning orqasidan mangdim. Abu Bakr bir eshikni ochib, oldimizga Toifning quruq uzumdan akeldi. Bu mening Makkadagi tunji tomqim edi. Oradan ozroq vaqt o'tgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga bordim. Payg'ambar alayhissalom menga xo'rimzorlik bir yer ko'rsatildi. Uni Madina deb qarayman. Sen o'z qavmingga qaytib, ularga mening nomimda tabliq qilgan. Alloh sening vasilang bilan ularni hidoyatga erishtirib qolsa, san katta ajr bo'ladi dedi. Darhol qirinishim Unaysning yoniga qaytdim. U qandoq bo'ldi deb so'radi. "Men musulmon bo'ldim va iymon keltirdim" dedim. U "Sening diningdan yuz o'rgim yo'q. Shunga menmi musulmon bo'lib iymon aytay" dedi. Ondan onamizning yoniga bordik. U "Mening sizlarning dininglardan yuz o'rgim yo'q. Menim musulmon bo'lib iymon keltirman" dedi. Shuning bilan uloqlarimizga minib qavmimizga qaytdik. Qavmning yarmi iymon aytib musulmon bo'ldi. Ularga Ayma ibn Rahazi G'ifari imomatchilik qildi. Chunki u qavmning oqsoqoli edi. Qolgan yarmi payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganda musulmon bo'lamiz deyishdi. Darvaqa payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganda qolgan yarmi musulmon bo'ldi. Ko'p o'tmay Aslam qabilasi yetib kelib, "Ey Rasululloh, qarindoshlarimiz e'tiqod qilganga bizmi e'tiqod qilamiz" dedi va musulmon bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom "Alloh taolo G'ifar qabilasini mag'firat qilsin va Aslam qabilasini salomat qilsin" dedi. İmam Müslimning 2474-numurlik hadisida mundaq deyilgan. Abu Zar radhiyallohu anhu ozuq-tulik tayyorlab bir tulum suvni elib Makkaga keldi. Ka'baga kirib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni izladi. Payg'ambar alayhissalomni tonimaydi. Ammo bir kimdan so'rashni xohlamadi. Shundoq qilib kechkirib ketdi. Bir yerini tepib yotdi. Ali radhiyallohu anhu uni ko'rib musofir ekanligini bildi. Abu Zarmo Alini ko'rib orqasidan mangdi. Yo'l bo'yi bir-biriga gap so'z qilishmadi. Ertesi saharda Abu Zar yana ozuqluqi bilan suyini elib masjidga Ka'baga keldi. Lekin u kunimi payg'ambar alayhissalomni topolmay kech bo'lib ketdi. Tunining kechda yotgan yeri qaytib bordi. Ali uning yonidan o'tib ketib, "Bu odam uyini topolmay yana mush yerda yotgan o'xshamamdi" dedi va uni o'rnidan turg'izib birga elib mangdi. Ikkisi yana bir og'izmi gap qilishmadi. Uchinchi kunimi shundoq bo'ldi. Ali uni o'rnidan turg'izib birga elib mangdi va "Bu yurtqa nima uchun kelganligingni aytib bermamsan?" deb so'radi. Abu Zar "Menga to'g'riligini ko'rsatishga va'da bersang, ondan aytib beraman" dedi. Ali shundoq va'da berdi. U maqsadini aytgandan keyin Ali uningga "U haqiqatan payg'ambar. Әр сәһәрдә менің кәйнімден әгішіп маңған, әнсүргедек бірәр іш көсем, сүйген болып олтырып аламан, маңсам, яны кәйнімден маң вә мәнкерге ерік керген dedi. Abu Zar Ali'nin digini boyu çıkıldı ve ahire Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına kirdi. Kirip sözlerini anladı da şu yerde iman etip Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselam onunğa menden birer haber kelgüçe kavminin yanına qaytip ularga mening peygamber ekanligimni tabliq qilib turgan dedi. Abu Zar jinim ilkir bolgan zatning nomi bilan qasamki men ochiq bir yerga chiqib musulmon bo'lganligimni oshkor jikrlayman dedi. Ondan udul masjidga berib bar ovozi bilan men bir Allah'tan başqa ilahning yo'qligiga va Muhammadning Allohning bandasi va payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman deb baqirdi. Buni anglagan mushriklar tushmishdan kelib uni urib yiqitdi. Abbos kelib
o'zini uning ustiga tashladi-da mushriklarga uni G'afar qabilasining ekanligini bilmamsizlar? Tijorat uchun Shomga borganda bularning endi o'tmamsizlar? Agar G'afar qabilasi bu ishdan xabar topsa, sizlarni bo'sh qo'yib beramdi dedi. Va Abu Zarni ularning qo'lidan qutuldirib qoldi. Abu Zar aytsa yana shunday qilgan edi, mushriklar yana urg'ultirdi. Abbos kelib uni yana qutuldirib oldi.